Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Efirda Munosabat tok-shousining navbatdagi soni dolzarb hayotiy va muhim mavzularni ekspertlar ishtirokida muhokama etishda davom etamiz. Munosabatning asosiy mavzusini birozdan so'ng e'lon qilaman. Hozir esa an'anaga muvofiq e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman va kun lavhasini birgalikda tomosha qilamiz. Bitta qo'l bilan ko'taryapti. Qo'li chiqib ketsa nima bo'ladi bu bolani? Farosat o'zingni ham bolang bormi? Ko'tarib yerga uryapti-da, yana bolalar oyog'i bilan chiqmayapti, sudralyapti, qarang. Bolalar. Ko'karishi o'shandan bolalar, bitta qo'l bilan ko'tarib. Bolalarni qiynashga istadik xuloslar. Emili degan 1,5 yashar qiz. Men bolam bitta qo'lini turtkilab olib kiryapti. Men uni ko'tdan tepyapti. Men ham bitta qo'li chiqib ketadi, 1,5 yashar qiz. Mana bularga oddiy xolaganni. Qo'y fermaga o'xshaydi, itvoqotga o'xshaydi xuloslar. Ishiga siqyapti bolani qo'lini, iflosdan qarab turinglar. So'nggi yillarda o'zi mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olish darajasi sezilarli darajada oshdi-da. Lekin mana biz ayrim paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan video lavhalarni ko'rib qolamizda va bu borada qilinayotgan ishlar qaysiki o'sha bog'cha tarbiyachilarining malakasi bilan bog'liq, ko'nikmalari bilan bog'liq, ularning psixologik holatlari bilan bog'liq jarayonlarga ham bee'tibor bo'lmaslik kerakligini ko'rsatyapti qaysidir ma'noda. Hammamiz ota-onamiz, farzandlarimiz bor, bog'chaga boradi, maktabga boradi. Umuman olganda farzandimizga ta'lim va tarbiya berayotgan insonlarning saviyasi, bilimi, umuman dunyoqarashi, bolalarga nisbatan munosabat qanday bo'lishi hammamizni qiziqtiradi deb o'ylayman-da. Mana hozir mana shunday videolar tarqalgan paytda ijtimoiy tarmoqlarda izohlar qismiga kirsa, hammasi beshafqat tarzda bir javoblar yoziladi. Albatta bir ilmiy asosga ega bo'lgan, munozaraga chorlaydigan izohlarga ham ko'zimiz tushadi. Qaysi ma'nodaki, bog'cha tarbiyachilarini o'sha psixologik holatlarni o'rganish ishlarini biz yurtimizda joriy qilishimiz kerak. Sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishimiz kerak. Bog'cha tarbiyachilarining bolalarga nisbatan munosabatlarini jiddiy o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shunday tarqalgan videolarni sonining ko'pligidan kelib chiqyapman-da. Kimda qanday fikr bor mana shu masalada, ota-ona sifatida, farzand tarbiyalayotgan inson sifatida bu holatlarga qanday munosabat bildirishimiz kerak aslida biz? Albatta kelajak bu farzandlarni demak tarbiyasi, ularni olayotgan bilimlari. O'shaning uchun har bitta ota-ona farzand ulg'aytirayotgan ota-ona birinchi o'rinda tarbiyasiga e'tibor beradi. Farzand tarbiyasida ota-onaning o'rni qanaqa muhim bo'lsa, bog'chani hamda maktabning ham o'rni juda ham muhim, chunki Albatta. asosiy vaqtni bola maktabda, bog'chada o'tkazadi. O'shaning uchun ayniqsa mana bugungi kunda bunaqa salbiy oqibatlar, hozirgi kunda maktab, bog'chani tanlab qidirib yurgan nimalar uchun ham bu juda ham yomon taassurot qoldiradi. O'shaning uchun ta'limga juda ham qattiq e'tibor berishimiz kerak. Albatta, hozirgi paytda jamiyatimizdagi shunday holatlarni uchrab turishini o'zi bir taassuf bildiramiz. Lekin men bu holatlarga faqatgina qanaqadir bir emotsional bir fikr bildirishdan tashqari bunday holatlarni oldindan ko'rib bilib, bunday holatlarni qaytarmasligi bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rish kerak deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, farzand tarbiyasida avvalambor oilaning o'rni muhim va o'ylaymanki, ota-ona farzandini oddiygina mana bolalar bog'chasiga berayotganda shu bolalar bog'chasini tanlashiga ham juda ham mas'uliyatli yondashish kerak. Albatta uni oilaning byudjetdan kelib chiqib, shu bog'chani qiymati, ya'ni bir oylik to'lovlari, hokazo ko'p faktorlar, omillar rol o'ynashi mumkin, lekin baribir farzandimizga asosiy mas'ul ota-ona bo'lgandan keyin bu bog'chani har tomonlama tekshirib, uni tagini surishtirib, keyin bog'chani tanlashni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bu birinchidan. Ikkinchidan, respublikamiz bo'yicha albatta ta'lim sohasida, maktabgacha bo'lgan ta'lim sohasida ham juda ham chuqur islohotlar olib borilyapti. Bu islohotlar natijalarini ham ko'rib turibmiz. Ilgarigi mana bolalar bog'chasi bilan xalqimizdagi yosh bolalarimizni qamrab olish darajasi qanchalik, 7-8 yilni olaylik, 16-17 yillarda qancha edi, hozir qancha bo'ldi, to'g'rimi? Juda ham katta o'zgarishlar, ijobiy islohotlar davom etyapti. Oliy ta'limda ham xuddi shunaqa. Ilgari qancha talabani qamrab olardik, hozir qancha talaba karra oshib ketyapti. Oliy ta'lim muassasalarining soni. Lekin o'z navbatida bunday muassasalarning sonining ko'payib borishi albatta bu tizimda, mana shu sohada tizimli monitoring, tizimli muvofiqlashtirish, ta'sir choralarini ham yo'lga qo'yishni, joriy qilishni talab qiladi. Men o'ylaymanki, bu tomondan agar oilaga mas'ul bo'lgan ota-ona
bu juda ham mas'uliyatli yondashadigan bo'lsa, ikkinchi tomondan davlatimiz tomonidan belgilangan boshqaruv organlarini ham mas'uliyati yanada oshadigan bo'lsa, o'ylaymanki bunday holatlarni oldini olishga erishamiz. Mana shunday holatlar o'sha psixolog mutaxassislar aytishadi yoki boshqa soha mutaxassislari aytishadiki, kelajagiga yomon asorat sifatida qolishi mumkin bunday qo'pol tarzdagi munosabatlar bolalarga nisbatan deyiladi-da. Bu albatta har bir insonni xavotirga solishi kerak va albatta mana shu xususiy sektor bo'ladimi, davlat tashkiloti bo'ladimi, maktabgacha tashkilotlar o'z faoliyatlarini qayta ko'rib chiqib, bolalarga nisbatan yaxshi munosabatlarni, sifatli munosabatlarni yo'lga qo'yishlarini iltimos qilgan bo'lar edik. To'g'ri aytdilar ustozim, va o'sha bolani moddiy tarafdan o'ylaymiz, o'sha bog'chalarga beramiz. Aynan o'sha bog'cha opalar o'sha baribir oliy ta'limda o'qib chiqqanda shular. Bugungi kunda o'sha prezidentimiz aytdilar, ya'ni dual ta'lim tizimida, ya'ni birinchi, ikkinchi kursda mana shu maktabgacha ta'lim tizimidagi oliy ta'lim muassasalarini o'sha aynan bog'cha yo'nalishidagi talabalarni dual ta'lim tizimi, ya'ni mana shu bog'chaga ikkinchi kurs, uchinchi kurs davrida bog'chaga, ya'ni o'sha oylik ish haqi to'lagan holatda ularda amaliyotlarni o'tkazish va keyinchalik mana shunaqa holatlarni oldini olish albatta bu samara beradi deb o'ylaymiz. Chunki bu yerda o'sha ko'radi, har taraflama o'sha kamchiliklarni bartaraf qilib, o'sha bitirganda u mutaxassis bo'ladi. Keyinchalik mana shu o'zini farzandini ham boshqalarning farzandini o'rniga ko'rib, shu muammolar bartaraf bo'ladi deb o'ylayman. Professional kasbga kirib kelishdan oldin tayyorgarlik qaysi ma'noda, to'g'rimi? Ha, o'sha yordamchi sifatida o'sha bog'cha mutaxassislarga tajribali, ya'ni o'sha bog'chalarga biriktiriladi. Bu esa o'z navbatida o'sha bolalar bilan shug'ullanish, ularning pedagogik mahoratini oshiradi va keyinchalik o'sha bola bilan qanday ishlash mexanizmlari kuchaytiriladi va shu asosda mana shunaqa holatlar, salbiy holatlar oldini olinadi. Ana shu erkinliklarni va imkoniyatlarni suiiste'mol qilmaslik kerak. O'sha ko'proq o'sha xususiy sektor vakillariga bog'liq bu narsa. Bu albatta o'sha tarbiyachini ko'nikmasi, bilimi, saviyasi yetishmaganidan dalolat beradi. Xorijiy tajribani o'rganadigan bo'lsak, bunaqa holatlar bilan eng asosiysi jazo muqarrarligi va ochiqlik, shaffoflik bo'yicha erishiladi. Birinchi navbatda mana bizda bu bo'yicha katta qadamlar tashlandi, jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgan. Lekin bitta tomondan ham o'ylashimiz kerak, qanchalik jazo muqarrarligi ta'minlansa, shunchalik ertaga shu sohada siz aytgandek erkinlikdan suiiste'mol qilish holatlari ham bo'lmaydi. Ham menda bir taklif bor. Bu Amerika, Yevropa davlatlarida yo'lga qo'yilgan nodavlat ta'lim muassasalarini reytingini yuritish, qonunchilik talablariga muvofiqligi bo'yicha yoki bunaqa holatlarda ma'lum bir nodavlat ta'lim muassasasi ishtirok etganmi yo'qmi bu bo'yicha, va ikkinchisi bunaqa holatlarga sababchi bo'lgan shaxslarni onlayn reyestrini yuritish bo'yicha. Korrupsiyaga yo'l qo'ygan xodimlarni reyestrini ta'minlaymiz-ku. Xuddi shunaqa men fikrim bu sohada ham qilish kerak. Ertaga bu odamni masalan bitta bog'chadan bo'shatib yuborishadi bunaqa holatdan keyin, lekin boshqa bog'chaga ishga joylashishi bor. Yangi ish beruvchi uni ishga olishidan oldin bilsin mana shunaqa odam bor ekan, qo'shnilari bilsin. Va jamoatchilik nazorati shunda sifatli ishlaydi deb o'ylayman. Mana xuddi hozir qurilish tashkilotlari, qurilish firmalarini reyting yuritilayotganday, buni deylik o'sha xodimni kasbiy faoliyat tarixi qanday ekan degan savol paydo bo'ladi, bemalol ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Ota-onalarda ham yoki ish beruvchida ham. Asosiy mavzuni boshlasak bo'ladi va albatta asosiy mavzuga o'tishdan avval diqqatimizni monitorga qaratamiz. Lavha taqdim etiladi, ana undan keyin davom ettiramiz. Marhamat. Geologiya ushbu ko'p tarmoqli soha yer osti qazilma boyliklari zaxirasini aniqlash orqali mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois so'nggi yillarda respublikamizda mazkur sohada tub burilishlar va yangilanishlar davri boshlandi. Sohani modernizatsiya qilish va raqamlashtirish, geologik qidiruv ko'lamini hamda samaradorligini oshirish, yangi geologiya tizimini yaratish va uni rivojlantirish, zamonaviy kadrlar tayyorlashga qaratilgan qator qarorlar qabul qilindi. Zamonaviy burg'ulash va laboratoriya uskunalari olib kelindi. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlar mamlakatimizning yirik sanoat korxonalarining barqaror faoliyati uchun mustahkam asos yaratmoqda. Geologiya sohasi sanoatimizni, iqtisodimizni asosiy driver yo'nalishlaridan bo'lganligi sababli hurmatli prezidentimiz nazoratlarida bo'lib turgan yo'nalish soha hisoblanadi. Natijalardan bittasi Olmaliq kon metallurgiya kombinatida 3-mis boyitish fabrikasi ishga tushirildi. Olmaliq bugungi kunda yana qo'shimcha 60 million tonna madanni qayta ishlash kuchiga ega bo'lgan katta bir sanoat kompleksini ishga tushirdi. Ozmi ko'pmi degan savol ham paydo bo'ladi. 60 million tonna degani Olmaliqni hozirgi ishlab chiqarish
kuchiga teng bo'lgan yana bitta zavod ishga tushgan, yana 2 martaga olmani ishlab chiqarish quvvati oshgani haqida gapiradi. Buni endi metallarga bog'lashimiz mumkin. Masalan, hozir 15 tonna oltin, 130 ming, 140 ming tonna mis berib turgan bo'lsa, bu 3-chi mis boyitish fabrikamiz ishga tushib ketgandan keyin bu narsalar 2 martaga oshadi. Geologiya, tog'-kon sanoati va metallurgiya sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining muhim strategik yo'nalishlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Umuman so'nggi yillarda bu tarmoqni rivojlantirishga juda ham katta resurs, juda ham katta mablag', juda ham katta e'tibor qaratilgan. Sohani kompleks rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish borasida qilinayotgan ishlar tahsinga sazovor. Bugun biz ana shu masalalarni muhokama etamiz va oldinda turgan masalalarni ham atroflicha muhokama qilamiz deb o'ylayman. Chunki soha bitta joyda turmaydi. Global miqyosda rivojlanishda davom etyapti, yangi texnologiyalar kirib kelyapti, raqamlashtirish jarayonlari jadallashgan, sun'iy intellektdan foydalanish xalqaro miqyosda bu sohada ham keng yo'lga qo'yilyapti. Ana shu masalalarda ham bugun atroflicha fikr va mulohaza yuritamiz. Men bejiz strategik ahamiyatga ega demadim, chunki birinchidan mana shu geologiya, tog'-kon, metallurgiya sanoatining o'zini ayni yo'nalishda rivojlanishi juda ham muhim iqtisodiyot uchun va shu bilan bir qatorda boshqa yondosh yoki boshqa sohalarni ham rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan sohalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki boshqa sohalarni ham o'sha xomashyo bilan yetkazib berishda yoki boshqa masalalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu mavzularni ham muhokama qilsak, bugun taqqoslashda ko'p narsa ayon bo'ladida. 2016-yilgacha sohaga birgina raqamni aytaman, sohaga ajratilgan mablag', ya'ni mana 2015-yilda geologiya qidiruv ishlariga 60 million AQSh dollari miqdorida mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 200 million AQSh dollaridan oshdi. Bu albatta sohaga berilayotgan e'tiborning karra-karrasiga oshishi, natija ham endi shunga yarasha bo'ladi deb o'ylayman. Mavzuga kirishdan avval ushbu sohaning iqtisodiyotda tutgan muhim o'rni, boshqa sohalarni rivojlantirishdagi ahamiyatiga bir qisqacha to'xtalsa edi. Aynan shu sohani rivojlantirish iqtisodiyotga mana shu tog'-kon metallurgiya sohasini yanada uni ulushini oshirish maqsadida mana shu vazirlik o'zi 24-yilda tashkil qilingan. Vazirligimiz o'zi tog'-kon sanoati va geologiya sohasi bo'yicha yagona davlat siyosatini ishlab chiqadi va uni amalga oshiradi. Shu bilan birga bu sohada bizada mana faqat oldingi davr bilan solishtiradigan bo'lsak, ko'proq resurslarni o'zi realizatsiya qilingan bo'lsa, mana hozirgi kunda bu sohada o'sha qo'shilgan qiymatlar karrasiga oshib boryapti. Misol uchun oladigan bo'lsak, biz mana 2022-yilda ichki bozorga 70 mingga yaqin mis sotilgan bo'lsa, realizatsiya qilingan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 125 ming tonnani tashkil qilyapti. Bu degani bizada respublikada elektrotexnika sanoat korxonalari tomonidan misni qayta ishlash hajmlari oshirilib, bu yerda o'sha respublika iqtisodiyotiga qo'shilgan qiymat ulushini oshirib borilayotganini ta'kidlasak bo'ladi. Undan tashqari mana prezidentimiz tashabbuslari bilan kombinat tashkil qilindi. Bu O'zbekiston texnologik metallurgiya kombinati. Bu kombinatdan tashkil qilishdan o'zi asosiy maqsad nima? Bu yerda o'sha sohada ulushini oshirish. Bu kombinat tomonidan bizda hozirgi kunda tellur, selen kabi metallarni qayta ishlab, uni o'sha tayyor mahsulotgacha olib borib realizatsiya qilishda yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha kombinatda wolfram metallari, molibden metallari ham qo'shilgan qiymat yaratilgan holda uni eksportga yo'naltirish choralari ko'rib borilyapti. Ishlab chiqarish quvvatlari, ularga ajratilayotgan sarf xarajatlar, geologik qidiruv ishlarining chuqurlashayotganligi, ilmiy jarayonlarning kengroq yo'lga qo'yilayotganligi hammasini raqamlarda aks etyapti-da. Bu sohadagi raqobatbardoshlikni saqlab qolish, bu kadrlar bilan bog'liq bo'ladimi, ishlab chiqarish hajmi bilan bog'liq bo'ladimi, xomashyodan tashqari qo'shimcha qiymat yaratish bilan bog'liq bo'ladimi? Juda ham muhim. Oldimizda deylik o'sha 2016-2017-yildan boshlab vazifalar qo'yish boshlangan bo'lsa, ayni shu yo'nalishlarda bugun biz qaysi holatga, qaysi darajaga keldikki, shu vazifalarni amalga oshirish ma'nosida. Bizda geologiya qidiruv ishlari ilgarigi davrlarga qaraydigan bo'lsak, bizda aniqlangan istiqbolli maydonlarimiz, konlarimiz deylik chuqurligini 300-500 metrga qadar burg'ulash quduqlari orqali o'rgangan bo'lsak, ularda namunalashlari ham xuddi o'ziga mos ravishda ilgarigi davrda solishtiradigan bo'lsak 80-90-95% ga qadar namunalarni
chuqurlikdan olib chiqishni bilishimiz mumkin. Bugungi kunda mana biz 300-500 metrgacha chuqurlikdan olingan moddalarni deylik laborator jarayonlari ham unaqa mukammal bo'lmaganda, to'g'rimi? Albatta. Biz ilgari deylik bir xil yo'nalishda deylik oltinga, misga, kumushga yoki valfram xuddi shu yo'nalishda izlanishlar olib borgan bo'lsak, bugungi kunda biz ushbu yo'nalishda tahlil natijalarini, analiz natijalarini biz 60 dan ortiq elementga, bu degani deylik misol uchun karrasiga oshdi degani. Ilgari bitta yo'nalishda olingan bo'lsa, deylik oltin, hozir misga ham yondosh metallarga ham o'rganish izlanishlari olib borilmoqda. Parallel ravishda xuddi shunday muhim minerallarga, valframga, xullas deylik kamyob metallarga hammasiga hozir izlanishga hozir muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan keng imkoniyatlar yaratib berildi, yuqori texnologiyalar olib kelindi va joriy qilinib, ushbu ishlar ustida ham rejalar amalga oshirilib kelmoqda. Bugungi kunda biz O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati misolida olib keladigan bo'lsak, aniqlangan istiqbolli maydonlar va konlarda 2000 metrgacha o'rganishga sazovor bo'lmoqdamiz. Bu imkoniyat yaratildi shunda. Imkoniyat yaratildi. Bu yuqori bildirilayotgan ishonch va texnologiyalarda rivojlanishidan dalolat beradi. Bu 2000 metrgacha o'rganilgan har qanday burug'lash quduqlaridan biz 100% gacha terin namunalarini olib chiqmoqdamiz bugungi kunda. Mana qanchalik o'rganish jarayonlari chuqurlashgan sari sarf xarajatlar ham ortib boraveradi-da, to'g'rimi? Deylik, biz mana shu sarf xarajatni ortib borishi, lekin o'rganish imkoniyatimiz ham kengayotgani hisobiga maksimal foydalanish holatimiz qanday bo'lyapti? Biz maksimal foydalana olyapmizmi? Deylik, o'sha nodir metallarni ajratib olish, laboratoriyani deylik puxta tashkil etish masalalarida. Bitta yo'nalishda emas, deylik, bitta o'sha istiqbolli maydonda oltinga ish olib borilayotgan bo'lsa, biz nafaqat oltin, biz unga yondosh bo'lgan siz aytib o'tayotgandek misni ham, kamyob metallar, kamyob yer elementlari, valfram kabi xuddi shunaqangi elementlarni ham parallel ravishda o'rganib bormoqdamiz va ularni istiqbolliligini bor yoki yo'qligini o'rganib taqdim qilib bormoqdamiz. Sanoatdagi korxonalarni uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun avvalo mineral xomashyo bazasini kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni bu nima degani? Har qanday korxona, kombinat, u xoh davlatniki bo'ladi, xoh shaxsiymi, uni xomashyo bilan ta'minlashimiz kerak. Xomashyo bilan ta'minlasak, keyin ular ishlab chiqarishni va siz aytganingizdek qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga muhim rol o'ynaydi. Bu borada mineral xomashyo bazasini rivojlantirish va to'ldirishda, yangi kon zaxiralarini aniqlashda geolog qidirishlarning o'rni muhim hisoblanadi. Jahon tajribasini olganimizda ham bu narsa to'g'ri yurish uchun avvalo qonunchilik bazasini mustahkamlash kerak va xalqaro standartlarga javob berish kerak. Bu borada demak Tokon sanoat geologiya vazirligi ham o'sha yangi yer O'zbekiston Respublikasining yer qari to'g'risidagi qonunni ishlab chiqdi va o'rnatilgan tartibda o'sha tasdiqlandi. Hozirgi kunda mana shu bizga asosiy qonunchilik muhim hujjat hisoblanadi. Huquqiy baza yetarli. Huquqiy baza yetarli bo'ladi. Chunki bunda barcha savollarga javob o'z ichiga olgan bo'ladi. Har qanday savolga javob beradigan qonunchilik bazasi mustahkamlanadi. Ikkinchi narsa xalqaro standart. Bu biz bilamizki, geolog qidirishlarni o'tkazishda va zaxirani baholashda JORC standarti mavjud. Ya'ni butun dunyo qabul qilgan istalgan rivojlangan davlatlarda demak joriy qilinadigan standart. Bu standart ham bizda O'zbekistonda joriy qilingan. Shu asosda hozirgi kunda konlarimizni zaxiralar baholanmoqda. Bu kelgusi nimaga kerak bo'ladi? Bizga bu yuqorida aytganimizdek o'zimizni davlat ulushi yuqori bo'lgan kombinatlarni o'sha mineral xomashyo bilan bazasi bilan ta'minlash va yangi investorlarni jalb qilishga asos bo'ladi. Chunki istalgan, misol uchun puli bor investor O'zbekistonga kelayotganda shu ikkita narsaga qaraydi. Qonunchilik bazasiga va xalqaro standart joriy qilinganligi. Mana ikkita narsa joriy qilingandan keyin bo'ldi, ular istalgan nimada, istalgan yo'nalishda, istalgan foydali qazilma turiga qarab pul tikishni boshlashadi. Bu bo'yicha masala yo'q. Rahmat. E'tiboringizni yana monitorga qaratmoqchiman. Lavha tomosha qilamiz, keyin fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. Ta'kidlash joizki, geologiya qidiruv ishlari nafaqat mamlakatimizning barqaror iqtisodiy rivoji, milliy sanoat salohiyatini oshirish, balki strategik resurslar bazasini kengaytirishda ham beqiyos ahamiyatga ega. Shu maqsadda Prezidentimizning 2021-yil 21-apreldagi qaroriga binoan Tog' sanoati va geologiya vazirligi huzurida O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. Bugungi kunda u mamlakatimiz geologiya sohasidagi yetakchi tuzilmalardan biri sifatida izchil va samarali faoliyat olib bormoqda. Biz natija deb nafaqat kon ochilishini, u konlarni o'zlashtirishga tortilishi, investorlarni bularga jalb qilinishi, u yerda yangi ish o'rinlari ochilishi va u yerda boshlangan ishlar tufayli iqtisodga katta yordam, katta qo'shimcha mablag'lar kelib tushishini hisobga olamiz. Shu nuqtai nazardan qaraganda albatta
yo'nalishda sohamizda juda katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. 25-yilni inobatga oladigan bo'lsak, bir nechta oltin konlarimiz Navoiy tog' metallurgiya kombinati yo'nalishida o'zimiz mana Olmaliq metallurgiya kombinati mineral xomashyo bazasini kengaytirish yo'lida miskon degan katta konimiz, mis, oltin, kumush koni topilib, ular davlat zaxiralari komissiyasida o'tkazilib, davlat balansiga qo'yildi. Undan tashqari ko'plab norida qazilma boyliklar konlari, buni Qoraqalpog'istondan to Farg'ona vodiysigacha barcha viloyatlar kesimida aytish mumkin. Hozirgi lavhada ham ta'kidlandiki, ushbu sohaga investitsiyani keng jalb etish, albatta investitsiyani keng jalb etish uchun o'ziga xos talablar bajarilishi kerak. Investitsiyalarni jalb etish masalasi qay darajada yo'lga qo'yilgan va bugungi vaziyatimiz bu borada qanday? Deylik, o'zbek geologiya qidiruv misolida oladigan bo'lsak, xalqaro standartlarga mos bo'lgan raqamli texnologiyalar joriy qilingan. Bu degani bu o'rinda aytish joizki, bizda O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyatida Geobank mobil elektron tizimlari yaratilgan va ushbu tizimlar orqali bevosita ma'lumotlar bazasi shakllanib, ushbu ma'lumotlar bazasi shakllangan holatda Macromine, Leapfrog, Datamine dasturlariga to'g'ridan to'g'ri kombinatsiya qilish mumkin va u orqali 3D modellar va bloklar yaratilishi mumkin. Bu degani xalqaro standartlarga, bu JORC kodeks va CRISCO talablariga javob beradi. Bu degani bu ma'lumotlarda investorlarimiz elektron orqali ma'lumotlarni ko'rishi, hisobotlarni ochiqligicha ular bilan tanishishi va bloklarida hisoblangan deylik bloklardan tanishishlariga keng imkoniyatlar yaratib beriladi. U bevosita to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar bilan tanishib o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Investorlar masalasida. O'zbekiston tarixida mana shu oxirgi 2 yilda xususiy investorlarni korxonalar O'zbekistonda korxona tashkil qilishi yo'lga qo'yildi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Olmaliq shahrida xususiy tadbirkorlar tomonidan yangi kon ochilib, u yerda katta bir zavod barpo etildi. Bu korxona tomonidan bugungi kunda 8 million madanni qayta ishlash quvvati ishga tushirildi va bu korxona tomonidan oltin ishlab chiqarib, buni o'sha belgilangan tartibda davlatga topshirib realizatsiyasi yo'lga qo'yilgan. Investorlar bizda amaliyotda ishlab chiqarish ishlayapti. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham bu narsa yo'lga qo'yilgan. Fransiyaning Arana Mining kompaniyasi butun jahonda mashhur kompaniya. Ular tomonidan bizda O'zbekistonda investitsiya kiritib, qo'shma korxona tashkil qilingan. Yaponiyani yirik korporatsiya, katta kompaniyalari kelib investitsiya kiritib, ular tomonidan ham qo'shma korxona tashkil qilinib, faoliyat yo'lga qo'yilgan. Mana shu geologiya sohasiga yo'naltirilayotgan investitsiyalarni 2015-yilda 60 million AQSh dollariga barobar investitsiya mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, 24-yilga kelib 200 million AQSh dollariga yetkazildi. Demakki, bu kamida 3 baravarga bu mablag'lar ko'paytirildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bu mineral xom ashyo bazasini iqtisodiyotimizda tutgan muhim o'rnini inobatga olgan holda davlatimiz rahbari tomonidan mana shu yuqorida aytib o'tdik, geologiya va kon sanoati vazirligi tashkil qilingan va bundan asosiy maqsad mana shu mineral xom ashyo bazamizni, ya'ni yer qarimizdagi yer osti boyliklarimizni strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha zamonaviy talablarga, chaqiriqlarga javob berishni ta'minlash va bu masalani davlat dasturlari doirasida yechish belgilab berilgan. Bu davlat dasturlari o'z navbatda har yilgi davlat dasturlari va o'rta va uzoq muddatli davlat dasturlari. Mana shular doirasida bu yuqori aytib o'tilgan raqamlarimizni ham o'ziga isbotiki, bu borada davlatimiz tomonidan mana shu mineral xom ashyo bazamizni mustahkamlash, uni kengaytirish, uni nafaqat hozirgi paytda an'anaviy bo'lgan turlari ishlab chiqarish quvvatlarini zaxiralar bilan ta'minlash bu birinchi masala bo'ladigan bo'lsa, yana asosiy masalalardan bittasi mana ekspertlarimiz ham aytib o'tdi, yangi texnologik metallar kombinati tashkil qilinyapti. Bu mana shu an'anaviy yo'nalishlarimizni saqlash, ularni yana ham rivojlantirishdan tashqari, yana respublikamizda hozirgi paytda noan'anaviy bo'lgan, ishlab chiqarilmayotgan foydali qazilma turlarini ham ko'paytirish ham mana shu davlat dasturlari doirasida ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ilgari har bitta loyiha doirasida profil bo'lgan metallga o'rganilgan bo'lsa, bu dasturlar doirasida zamonaviy xorijiy texnologiyalar, innovatsion yechimlar va shu jumladan
mana hozirgi paytda juda ham keng tarqalyapti, geologiya sohasiga ham shitob bilan kirib kelayotgan sun'iy intellekt borasidagi dasturiy amallarni ham kirib kelish natijasida nafaqat loyihadagi bosh element, ya'ni bosh metal, misol uchun bu an'anaviy bo'lgan oltinni misol qiladigan bo'lsak, mismi, kumushmi misol qiladigan bo'lsak, hozirgi paytda kamida yana 60 ta element, Mendeleyev davriy jadvalidagi kamida 60 ta elementga parallel ravishda laboratoriya testlari amalga oshiriladi. Mana shu geologiya sohasini kompaniyalarimizni va shu jumladan ilmiy tadqiqot institutlarimizni laboratoriya bazalari tubdan modernizatsiya qilindi. 2020-yilda prezidentimiz tomonidan geologiya fanlari universitetini tashkil qilish haqidagi qaror qabul qilingan va mana shu qaror bilan shu universitetni nafaqatgina maqomi, balki uni moddiy texnik laboratoriya bazalari ham belgilab berilgan va mana shu laboratoriyalarimiz ilmiy tadqiqot ishlarimizni hajmini oshirish va ishlab chiqarish tashkilotlari, ya'ni konchilik tashkilotlari, metallurgiya tashkilotlari bilan to'g'ridan to'g'ri kollaboratsiyada ishlash yo'nalishlari ham aniq belgilab berilgan. Bitta jihatga chuqurroq to'xtalib bersangizda, mana hozir biz asosiy metaldan tashqari o'sha qo'shimcha boshqa metallarni ham o'rganish yoki qidirish jarayonlari parallel olib borilyapti deyilyapti-ku. Bu natijada nima beradi? Deylik, tannarxiga ta'sir qiladimi, ish unumdorligiga ta'sir qiladimi, o'sha yoki biz jarayonga sarflayotgan mablag'ning kamayishiga ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi? Mana shu jihatlarga. Mana dunyo tajribasi ham shuni ko'rsatadiki, biz mana ilgari 2015-16-yilgacha bo'lgan davrda bitta ikkita elementga, uzoq bilan 5 ta elementga o'rgangan, hozir 60 ta. Demakki, mana shu qilayotgan sarf xarajatimizni biz 60 marta kamaytirdik degani. Agar juda ham oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda boshqa hisob-kitoblar ham talab qilinadi, lekin bittagina namuna bilan, ya'ni 2000 metrgacha burg'ulash imkoniyati hozirgi paytda yaratilgan. Bu nimadan dalolat? Bu ana shu burg'ulash industriyasini tubdan modernizatsiya qilingani bilan bog'liq. Chunki bunga stanok kerak, qurilma kerak, buni 2000 metrdan namuna olish. 2 metrdan namuna olganda u qancha xarajat, juda ham yuqori qiymatli xarajat. Lekin shunda bittagina element emas, 60 ta elementni o'rganishimiz bizga haligi xarajatimizni juda ham arzonlashtirib beradi va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Albatta, misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi paytda geologiya qidirish ishlarining tan narxi nafaqat dunyo, balki mana shu atrofimizdagi qo'shnilarimiz bilan qiyoslaydigan bo'lsak, juda ham bizda tan narxi, geologiya qidirish ishlarining tan narxi, qiymati juda ham foydali qazilmani mahsulotni ulushiga hisoblaydigan bo'lsak, qiymatiga juda ham 2, uzog'i bilan 3% tashkil qilishi mumkin. Atak 0.05, 1.5% olib keladi. Bu juda ham geologiya qidirish ishlarimizni hali qiymatini ancha arzonligidan dalolat beradi. Bu yaxshi albatta, lekin mineral xomashyo bizni o'rni juda ham, xomashyomizni o'rni juda ham beqiyos. Sanoatimizning asosiy driver tarmoqlarining barchasi deyarli mana shu xomashyo bazalar, resurslari bilan chambarchas bog'langan. Ularning rivoji, ertagi taqdiri shu bilan bog'liq. Hozirgi paytda bizning respublikamizni 15-20% hududi mana shu asosiy strategik ahamiyatga ega bo'lgan metallarimiz, foydali qazilmalari ana shu 15% dagi hududdan chiqqan va hozirgi paytda davlat balansiga hisobga olingan. Ya'ni agar biz aytamizki, taqqoslab dunyoda O'zbekiston o'zining oltin zaxiralari bo'yicha 4-o'rinni egallaydi. Qazib chiqarish hajmlari bo'yicha 10-15 o'rinlar orasida bo'ladi. 10 talikka ham kirgan vaqtlarimiz bo'lgan. Agar mana shuni hammasi mana shu 15-20% hududimizdagi, ya'ni paleozoy yotqiziqlari deymiz, ana shularimizni tarqalgan joylardan chiqqan bu respublikamiz mana shu territoriya hududini sirtiga bor yo'q 15-20% qismi chiqqan. Ana shu qismidagi o'rganish ishlari. Mana bu yuqorida aytib o'tdik, 60 million 15-yilda ajratilgan bo'lsa, investitsiya geologiya qidirishlarga hozir 200 million. Buni natijasida biz ham gorizontalda biz kengaytirib boryapmiz, ishlar hududini kengaytirib boryapmiz. Bu gorizontal bo'yicha. Agar vertikal bo'yicha oladigan bo'lsak, biz ilgari deyarli 200-250 metrgacha bo'lgan chuqurlikda hozirgi ro'yxatga olingan konlarimiz mavjud bo'lgan, qazib chiqarilayotgan. Hozirgi paytda o'rganish natijasida yana 50 metr, agar butun respublika bo'yicha 50 metr chuqurligini oladigan bo'lsak, mana shu resurslarimizni hajmini deyarli yana 25% ga oshirish imkoniyatini beradi. Shaxsan men mana shu burg'ulash jarayonlarida bevosita o'z ko'zim bilan ko'rganman. O'shanda taassurot paydo bo'lishini aytishgandiki, oldin biz endiga ko'proq kengayardik, chunki chuqurligimiz unaqa yetarli darajada bo'lmagan. Bugun hozir texnologik jihatdan javob beradi holatimiz. Vertikal tarzda ham o'rganish ishlarini amalga oshiryapmiz deb mutaxassislar aytishgan. Buni ikkinchi tomoni bor, lekin rudamizni, madallarimizni tarkibini o'zgarib borishi, ya'ni uni qiyinlashib borish tendensiyasini ham nazarga e'tiborga olishimiz kerak va biz texnologik tomondan, ilmiy tomondan biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Dunyo talablariga javob beradigan innovatsiyalarni shtoblik bilan biz sohamizga olib kelish va zamonaviy fikrlaydigan yosh kadrlarni
parallel ravishda tayyorlab borish mana Geologiya fanlari universiteti negizida va turli xil xorijiy kompaniyalarning texnologiyalarini olib kelib bu yerda o'zlashtirishimiz hammasi mana shu kelajakda bizni oldimizda turgan qiyin sharoitga adekvat javob berishga tayyor holda bo'lishimiz uchun yo'naltirilgan. Rahmat. Yana bir lavha taqdim etishadi hozir hamkasblarim. Ana shuni tomosha qilamiz, keyin fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati tashkil etilganiga ko'p bo'lmadi, biroq u qisqa davr mobaynida mamlakatimizning mineral xomashyo bazasini shakllantirish borasida qator vazifalarni amalga oshirdi. Xususan 2025-yilda mazkur tashkilot geologiya qidiruv ishlarini olib borish, foydali qazil makonlarini izlash, geologik tasvirlash, burg'ilash hamda laboratoriya tahlil jarayonlarini amalga oshirdi. Natijada 141 ta loyiha asosida oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin, rux, volfram, noyob metallar va kamyob yer elementlari, ko'mir va boshqa noruda foydali qazilmalarga geologik qidiruv ishlarini olib bordi. 2025-yilda asosiy foydali qazilmalar bo'yicha bajarilgan zaxira ko'rsatkichlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Toshkent, Buxoro va Namangan viloyatlarida olib borilishi natijasida oltin zaxirasi 197 tonnaga, kumush 531 tonnaga, mis 445 ming, qo'rg'oshin 43 ming, rux 65 ming, volfram 10 ming tonnaga, ko'mir 6900 tonnaga orttirildi. Bu esa soha xodimlarining mehnati mahsulidir. 2025-yil davomida geologiya sohasini raqamlashtirish, ma'lumotlar bazalarini takomillashtirish va ish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha qator muhim ishlar amalga oshirildi. Geologik ma'lumotlarni boshqarish va nazorat qilishni raqamli shaklga o'tkazish maqsadida namunalarni nazorat qilish axborot tizimi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Bugungi kun talabi bo'lgan sun'iy intellekt imkoniyatlari ham tizim faoliyatida qo'llanilmoqda. Shuncha yangi konlar ochilyapti, yangi zavodlar, albatta ularni o'sha ishlash, yuritish bo'yicha zamonaviy raqobatbardosh kadrlarni o'rnida muvaffaqiyatga ega. Joriy yilda mana shu borada ham Geologiya fanlari universitetining 100 dan ortiq talabalari Olmaliq metallurgiya kombinatida amaliyot o'tab, haq to'langan amaliyotlar ishlab kelmoqda. Bu yerda aslida o'sha kombinatda kafedra filiallari tashkil etilgan. Kafedra filiallarida kombinatning mutaxassislari o'sha soat asosida ishga jalb qilingan va amaliyot, ya'ni nazariy qismini universitetda o'tmoqda talabalar, amaliyot qismini mana shu yerda biriktirilgan ustozlarga, ya'ni kombinat mutaxassislariga biriktirilgan va bu borada o'sha yerda zavoddagi va o'sha ishlab chiqarish korxonasidagi jarayonlar bevosita o'rganadi va bu bo'yicha ham ular keyingi yil, ya'ni 4-kurs bo'lganida ular ish bilan shu yerda ta'minlanadi. Bitiruv malakaviy ishi mavzulari hamda magistrlik dissertatsiyasi aynan mana shu kombinatlardagi muammolarga qaratilgan va talabalarga o'sha mavzularni kombinat muammolaridan kelib chiqib biriktirilgan. Bu o'sha keyinchalik dissertatsiya himoyalari, bitiruv malakaviy himoyalari ushbu kombinatda o'tkaziladi. Va o'sha kombinat mutaxassislari bitiruvchilarga baho berib, ularning o'sha kerakli ko'nikmalarini shakllantirganini baholaydi. Shu bilan birga Olmaliq metallurgiya kombinati tashqari O'zbek geologiya qidiruv, O'zbek gidrogeologiya, Navoiy metallurgiya kombinatida ham mutaxassisliklardan kelib chiqib talabalar mana shu dual ta'lim xuddi shu jarayonlar yo'lga qo'yilgan ularda ham. Ha, to'liq jarayonlar yo'lga qo'yilgan, ya'ni bizda o'sha 15 haftalik amaliyot tashkil etilgan bahorgi semestrda. Ya'ni bilamiz o'sha geologiya sohasi aslida o'sha dala ishlari olib borish, ya'ni yoz oylarida, bahor oylaridan boshlanadi. Shuning uchun biz o'sha bahorgi semestr davridagi talabalarni o'sha mutaxassislik kezimizda tashkilotlarga biriktiramiz va bu borada o'sha dala ishlarini olib boradi. Shu bilan birga ilmiy tadqiqot institutlarimizning loyihalar doirasida 200 dan ortiq talabalarimizni loyihalarga biriktirganmiz. Bu borada ham o'sha ilmiy tadqiqot ishlarini, faoliyatini olib boradi. Bu esa albatta o'z samarasi o'sha zamonaviy raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash. Haqiqatan ham dual ta'lim bo'la yuqorida aytib o'tdi. Tashkilotlarga 15 kunlik, 20 kunlik amaliyot o'tash masalasi. Endi bu dual ta'lim bilasiz, bu keng tushuncha. Bu 15-20 kunlik anaqa bu hali kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun shuni inobatga olgan holda Geologiya fanlari universiteti mana shu ilmiy tadqiqot institutlari bilan, sohadagi ilmiy tadqiqot institutlari bilan kollaboratsiyani boya yuqorida yo'lga qo'yish munosabati bilan ana shu institutdagi birinchi bosqichdan boshlab talabalarimizni tanlash asosida mana shu institutlardagi real ilmiy innovatsion loyihalarga jalb qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Xususiy sektorning ham ulushi ortib borayotganligi bu o'z navbatida murojaatlarni, ya'ni davlat tashkilotlarini muvofiqlashtiruvchi tashkilotlarga murojaatlar bo'ladi. Ayni shu murojaatlar mazmun mohiyati qanday, nimalardan iborat, ularga qanday javob beriladi? Shular haqida bir fikr bildiring. Marhamat. Bizning tashkilotimiz
Prezident farmoniga asosan 116-sonli farmoniga asosan tashkil etilgan bo'lib, markazimizning yer qa'ridan foydalanish markazining asosiy vazifalari bu yer qa'ridan foydalanishga ruxsatnomalar berish bo'yicha shug'ullanadi. Mana hozir investorlarni jalb qilish deyilyapti. Investorlarga misol uchun jalb qilganda ularga shaffoflikni ta'minlagan holda yer qa'ridan foydalanishga ruxsatnomalar olishi auksion savdolari orqali, shaffof mexanizm orqali joriy qilish yo'lga qo'yilgan. Ruxsatnomalar berish ham to'liq elektronlashtirilgan. Xohlasin MyGo platformasidan, xohlasin License platformasidan ariza topshiradi. Shu arizasi elektron ko'rib chiqiladi va ruxsatnoma rasmiylashtirib beriladi. Xususiy sektor bu tarmoqni hamma yo'nalishida ishlayveradi. Deylik, burg'ulashda ham, o'sha qazib olish jarayonlarida ham, qayta ishlash jarayonlarida ham hammasida ishlaydimi yoki ma'lum yo'nalishlarda ishlaydimi? Yo'q, yer qa'ridan foydalanish markazi biz ruxsatnoma beramiz. Geologik jihatdan o'rganishga va qazib olishga ham ruxsatnoma beramiz. Bunda strategik asosiy turdagi foydali qazilmalarga ham ruxsatnoma beramiz. Xuddi shunday noro'da foydali qazilmalarga ham. Endi o'sha auksionga qaysidir hududlar qo'yilgandan keyin deylik o'sha tadbirkorlar murojaat qilishadimi yoki tadbirkorlar o'zi ham qaysidir joylarni taklif qilishi mumkinmi? Aytmoqchimanki, qaysidir joyda tadbirkor nima borligini bilmaydi-ku. Chunki biz o'rganilgandan keyin tavsiya qilamiz ularga, to'g'rimi? Da. U joyi ham mexanizm siz aytayotgandek tadbirkor tomonidan tavsiya qilingan joyini ham auksionga chiqarish mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Bu yo'nalish ham bor. Yo'lga qo'yilgan. Rahmat. Ekspertlarning fikriga bir qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchi edim. Nurbekka to'g'ri aytib o'tib ketdilar. So'nggi yillarda mana yer qa'ri to'g'risidagi mana qonun qabul qilindi. O'sha qonun asosida har bir soha bo'yicha neft gaz sohasi bo'lsin yoki boshqa foydali qazilmalar sohasida qonun ostida hujjatlar ishlab chiqildi. Dilnozaxon to'g'ri aytib o'tdilar. Mana neft gaz sohasida ham so'nggi yillarda investitsion jozibadorlikni oshirish uchun qator ishlar olib borildi. Buni natijasida mana ko'rishimiz mumkin. Bizning Ustyurt mana hududida, Ustyurt regionida qator xorijiy kompaniyalar kirib keldi. Hozirgi kunda bular masalan Ozarbayjonni Sakar xorijiy kompaniyasi, Britaniyani masalan British Petroleum kompaniyalarini misol keltirishimiz mumkin. Ular tomonidan demak faol geologik qidiruv ishlari olib borilmoqda. Sun'iy intellekt masalasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, hozirgi kunda sohada, ya'ni geologiya sohasida sun'iy intellektdan foydalanish juda ham muhim ahamiyatga ega. Nima uchun? Agar neft gaz misolida keltiradigan bo'lsam, neft va gaz biza endi boshqa foydali qazilmalardan farqi bu, biza faqat odatda qazib olish ishlarini quduqlar bilan amalga oshiramiz. Karyer yoki boshqa usullar bilan emas, ham chuqurlik katta bo'lgani hisobiga birinchi o'rinda geologik qidiruv ishlarini biza seysma razvedkani masalan 3 ta usullari bo'lishi mumkin. O'sha ishlarni o'tkazamiz. U ishlar misol uchun bizda bir necha minglab kvadrat kilometrda o'tkaziladi bu narsa. Uni natijasini odam omili bilan qiladigan bo'lsak, juda ham ko'p vaqt talab qiladi va mablag' ham juda ham ko'p odam talab qilinadi. Ana o'shani oldini olish uchun hozirgi kunda sun'iy intellektni jalb qilgan holatda juda ham tez, sifatli odam omilini aralashtirmasdan, ya'ni xatolar kelib chiqmasdan ishlarni olib borish ustida ham ishlar olib borilyapti hozir. Tokazor vazirlik asosiy siyosatlaridan biri bu ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash. Ya'ni biz kon aniqlaganimizdan keyin, zaxirasi hududi aniq bo'lgandan keyin uni demak tadbirkorlarga, investorlarga ochiq shaklda taklif qilishimiz kerak. Bu borada yuqorida aytganimizdek qonunchilik bazasi mustahkamlandi. Ya'ni bunda o'sha litsenziyalash va ruxsat berish shartnomalariga muvofiq yagona darcha tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Barcha o'sha qiziquvchilar bemalol davlat xizmatlariga murojaat qilib yoki o'zlarining shaxsiy komite orqali murojaat qilib, o'sha kon qayerda joylashganligini aniqlab, o'sha bo'yicha bemalol qiziqishlari mumkin. Bundan tashqari, e-auksion tizimida ham bu doimiy tarzda yangilanib boradi. Istalgan turdagi foydali qazilmani istalgan joydan, istalgan narxda sotib olish mumkin. Hammasi ochiq, shaffof ko'rinib turibdi. Bizda xalqaro standartlar haqida ham gapirib o'taylik. Qisqacha vaqtimiz deyarli tugab boryapti. Deylik, ekologik nuqtai nazardan, to'g'rimi? Yoki boshqa xalqaro standartlar bor. O'sha mana shu tarmoqda faoliyat olib borayotgan korxonalarga qo'yiladigan talablar haqida gapiryapman-da. Mana shu talablarga qay darajada javob beryapmiz? Bugun chunki deylik, suvni tejash masalasi dolzarb, resurslarni tejash masalasi dolzarb, ekologiyaga e'tiborli bo'lish masalasi dolzarb. Bu bo'yicha mamlakatimizda juda ham katta e'tibor qaratilyapti va kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Endi mana shu tarmoqda faoliyat olib borayotgan korxonalar, zavodlar, umuman ishlab chiqarish joylarining bu talablariga javob berishi, zamonaviy uskunalardan foydalanish masalalariga qay darajada e'tibor beriladi? Shunga bir qisqacha javob bersanglar. Mana Olmaliq shahrida, Olmaliq kometallurgik kombinatining o'zida prezidentimiz tashabbuslari bilan qancha mega loyihalar amalga oshirilyapti. Ya'ni mana shu O'zbekistondagi mavjud zaxira va resurslardan oqilona foydalanish, ularni bugungi kunda iqtisodiyotimizdagi ulushini oshirish, xalqimizning turmush sharoit farovonligini bugungi kunda oshirish uchun mana shu zaxiralarni safarbar etib, prezidentimizning topshiriqlari bilan mana 3-mis boyitish fabrikasi qurildi. Bilasizmi, hozir mana 4-siga start berdilar yaqinda prezidentimiz. Bularning hammasi nafaqat foydali qazilma resursini
unga uni qazib olish uchun boshqa resursni talab qiladi. Bu suv resursi o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz, juda ham katta hajmdagi suv resurslari talab qilinadi. Ya'ni hozirgi paytda gm 3-mis boyitish fabrikasi suv masalasi deyarli yechilgan bo'lsa, 4-mis boyitish fabrikasini ham suv bilan ta'minlash bo'yicha katta vazifalar turibdi. Har xil loyihalar ko'rib chiqilyapti, har xil variantlar ko'riladi. Texnologiyani mukammallashtirish natijasida suvni kam talab qiladigan reagentlarni qo'llash, masalan, ilmiy tomonda bularni asoslash ham hozirgi paytda soha ilmiy tadqiqot institutlarining oldidagi asosiy vazifa. Demoqchimanki, 60 dan ortiq metallarni ham salohiyatini o'rganish laboratoriya testlar asosida va bularni mana shu asosiy metaldagi texnologiyani buzmasdan parallel ravishda ajratib olish masalasi ham juda ham katta global masala, nafaqat respublikamizni fani oldidagi, butun dunyodagi yirik kompaniyalarni ham asosiy yo'nalishi shundan iborat. Mana shunda ham biz mana shu ekologik, toza, yashil va suvga tejamkor texnologiyalarni yaratish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bu to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida kompaniyalarimizni va davlat dasturlari doirasida ham amalga oshirilyapti. Va o'ylaymanki, hozirgi paytdagi eng asosiy ustuvor vazifadan bittasi qo'shimcha qiymat solig'iga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishda bu innovatsion texnologiyalarni jalb qilish va ularni yashil texnologiya ekanligiga amin bo'lish. Ishtirok etgan ekspertlarimizga rahmat deymiz ishtirok uchun, taqdim etilgan javoblar uchun. Hurmatli tomoshabinlar, biz tog'kon geologiya va metallurgiya sanoatida mamlakatimizda amalga oshayotgan ishlar, ushbu sohani kompleks rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning ahamiyati, ishlab chiqarish quvvatlarining oshib borilayotganligi va istiqboldagi rejalar bo'yicha fikr yuritishga va sizga ma'lumot berishga harakat qildik. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.